Kutilgan Qodirxon Togriyol on mavsum otdi 8 qism 2025 yil 12 noyabr kuni soat 18 onda Mening yurtim telekanalida efirga uzatiladi. Bu qism tomoshabinga kuchli his-tuyg'ular, ichki kurash va hayot sinovlarini yana bir bor chuqur his qilish imkonini beradi. Serial har bir sahnasida insoniylik, adolat va to'g'rilik haqida o'ylashga majbur qiladi. Qodirxon obrazi orqali mualliflar halollikning qadri va uning yo'lida kechadigan og'ir sinovlarni yoritishga erishgan. Aktyorlarning o'yini samimiy va ishonchli, ularning har bir nigohi, harakati tomoshabinga ta'sir qiladi. Operatorlik va rejissyorlik ishlari esa serialga kinolik darajadagi kuch bag'ishlaydi. Qodirxon Togriyol bu oddiy hikoya emas, balki hayotning o'zi, to'g'ri yo'lda qolish uchun kurashayotgan insonlar haqida. Shu bois uni tomosha qilishdan charchamaydi odam.